uning huzurida, taqvodor Abu Bakrning huzurida hech kimga qaytariladigan yaxshilik yo'q. Ya'ni Abu Bakr Siddiq kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, kimga infoq ihson qilgan bo'lsa, illa bitigho vajhi robbihil a'la. Oliy bo'lgan Robbini yuzini ko'zlab qildi. Odamlardan kutmaydi. Wala sawfa yardo. Va o'zi ham yaqinda rozi bo'ladi. Parvardigorini jannatga kirganda rozi bo'ladi. Birodarlar, biz bironta bir xayrli ishni qilsak, bironta bir savobli ishni qilsak, odamlardan qaytishligi uchun qilmaymiz. Ma'qulmi? Alloh azza va jalla bandalarni yaratdi. Bandalar Robb subhanahu va taoloni zikr qilishlari uchun, Parvardigorlariga shukr qilishlari uchun. Lekin odamlarning ko'pchiligi buni o'rniga Allohdan boshqaga ibodat qilishdi, Allohdan boshqasiga shukr keltirishdi. Chunki odamlarning ko'pchiligining tabiatida nonko'rlik, noshukrlik, kufron ne'mat degan narsa bor. Odamlarda ko'pi nonko'r bo'ladi. Agar birodar sen shunga o'xshagan odamlarga ro'baro bo'lsang, shunga o'xshagan odamlarga saxovat qilsang, ihson qilsang, yaxshilik qilsang, uni bilishmasa, qadrlashmasa, past sanashsa, unutishadigan bo'lsa, bu ham yetmagandek, seni shuncha yaxshiligingdan foydalanib turib, senga adovat qilayotgan bo'lsa, gina kudurat hasad qilayotgan bo'lsa, adovat quroldan senga qaratib toshlar otayotgan bo'lsa, xafa bo'lma. Sen ularga faqat yaxshilik qilding xolos. Astagfirullah. Va ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi. Ular munofiqlar deydi Alloh Qur'onda. Faqatgina Alloh va uning payg'ambari ularni o'z fazli karamidan boy badavlat qilib qo'ygani uchungina Alloh va rasulini yomon ko'rishdi. Munofiqlar nima uchun yomon ko'rishdi? Yaxshilik qilib qo'yilgani uchun. Albatta har qanday odam bilan gaplashib o'tirsangiz, hayotida shunga o'xshagan nonko'r odamga uchraganligini gapiradi. Falon ishlarni qilganman, falon deb bir yaxshiliklarim foydam tekkan, lekin u menday qilib ketdi. Ota o'zini o'g'lini unib o'sish uchun hamma narsani muhayyo qilib berdi. Yedirdi, ichirdi, kiyintirdi. Bolam uxlasin deb o'zi uxlamadi. Bolamni qorni to'ysin deb o'zi och qoldi. Bolasi rohatlanish uchun o'zi mashaqqatga kirdi. Ta'lim tarbiyasiga e'tiborli bo'ldi. Bola ulg'aydi. Belagiga quvvat kirdi. Bo'yi cho'zildi. Mana endi kuch-quvvatga to'lgandan keyin otasiga quturgan itdek tashlanadigan bo'ldi. Otasiga bepisand bo'ldi. Ota uchun turgan bitgani mashaqqat bo'ldi. Shunday qilib bu bola otasiga, qiblagohiga oq bo'ldi. Qarang, o'zini otasiga oq bo'ldi. Otasiga nonko'r bo'ldi. Nima uchun? Chunki tabiatida mana shu nonko'rlik degan sifat bor. Buzuq, noshukur, nonko'r tabiatli odamlarga qilgan yaxshiliklaring kuyib ketadigan bo'lsa, birodar, xotirjam bo'l. Bu qilgan ishingning mukofotini xazinalari bitmas tuganmas bo'lgan Allohning huzuridan umid qil. Ajri savoblarni kutgin. Biz bu gaplarimiz bilan shunaqa yomon tabiatli odamlar bor. Shuning uchun ularga hech qachon yaxshilik qilmanglar, umuman yaxshilikdan to'xtanglar demoqchi emasmiz. Aslo. Biz bu so'zlarimiz bilan ana shu yaxshiliklarni qilganingizdan keyin odamlardan minnatdorchilik, shukr, rozilik kelmaydigan bo'lsa, xafa bo'lmang. Chunki shunaqa odamlar borligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos. Birodan minnatdorchilikni kutma. Birodan shukrni kutma. Kutma birodan yaxshilikni. Shunda ular nonko'rlik qilsa, xafa bo'lmaysan, chunki kutmagansan, shunga tayyorsan. Yaxshiligini qadrlashmasa, xafa bo'lmaysan, tayyorsan, bilasan odamlar tabiatini. Endi mabodo birontasi seni minnatdorchilik bildirib qoladigan bo'lsa qilgan yaxshiligingga, bu narsa sen uchun surpriz bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Shu yerda siz yaxshilik qilib turib, o'zingizni xuddi mana yonib turgan lampochkaga qiyos qilib oling. Lampochkaning ichidagi volframi qizib yorishadi, yonadi, tashqariga issig'i ham, yorug'i ham tegadi, lekin uni o'rab turgan shishasi unga shamollarni, boshqa narsalarni ta'sirini yetkazmaydi. Uni ishi yonish, yorug' tarqatish, isitish, o'zini ishini qiladi, ustidagi shisha unga tashqaridan bo'ladigan ta'sirlarni to'sib turadi. Yaxshilik qilavering, yorug'ingiz chiqsin, issig'ingiz yetsin, odamlarga manfaatingiz yetsin, ulardan keladigan narsaga parvo qilmang, birodar. Yaxshilikni Allohning yuzi uchun qiling.
Shunda har qanaqa holatda ham siz nimada bo'lasiz? Siz yutuqda bo'lasiz. Qilayotgan yaxshiligingiz faqat Allohning roziligi uchun bo'lsin. Yaxshilik ko'rgan odam nonkor bo'lsa xafa bo'lmang. Chunki siz kim uchun qildingiz? Alloh uchun. Undan qaytish uchun emas. Astagfirullah. Va ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala robbil alamin. Men degan payg'ambarlar. Bu da'vatim uchun sizlardan ajr mukofot so'ramayman. Meni ajr mukofotim faqat barcha olamlarning parvardigori bo'lgan Allohning zimmasidadir. Musulmon odam odamlardan kutmaydi. Astagfirullah. Qul ma sa'altukum min ajr. Ayting, men sizlardan bironta bir ajr mukofot so'rayotganim yo'q. Fa huwa lakum. Ya'ni men sizlardan biron bir ajr mukofot so'ramasman, shu mukofot sizlarga bo'lib qolaversin. In ajriya illa alalloh. Meni ajrim Allohning zimmasida. Va huwa ala kulli shay'in shahid. Alloh barcha narsaga guvohdir. Demak, yaxshilik qiling, bandalardan kutmang. Shunda qaytmasa, tayyorsiz bunga. Mabodo minnatdorchilik qaytib qolsa, bu sizga surpriz bo'ladi. Undan tashqari Allohga hamd sano aytgan birodar sen. Chunki seni Alloh taolo muhsinlardan qildi. Seni Alloh taolo ato qiladiganlardan qildi. Ana ularni esa ulardan qilmadi. Allohga hamd ayt birodar. Chunki bergan qo'l baland bo'ladi, olgan qo'l past bo'ladi. Alloh seni oliy qo'llardan qildi. Kutma minnatdorchilikni. Astagfirullah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wala shakura. Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantiramiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biron mukofotni ham, minnatdorchilikni ham kutmasmiz. Bilasan, Alloh uchun qilish kerakligini. Bilasan, odamlarda aksariyati nonkor, noshukur bo'lishini bilib turib, ba'zida xafa bo'lib qolasan odamlardan. Qaraya deydi. Rossiyadan kelayotgan odamlar, o'sha Rossiyada yashayotgan odamlar uni mashinasiga o'tkazib, aeroportga olib kelib kuzatib qo'yadi. Endi hali o'zini yurtiga kelib olgan, telefon qilib turib, "Rahmat birodar, yetib oldim" deb telefon qilib qo'ymaydi. Bo'ladi? Qo'l ko'tarib qo'yamiz shunga duch kelganlar. Ya'ni o'zingizlar ham kelib, "Men yetib oldim" deb rahmat aytmaganlar qo'l ko'tarib qo'yamiz. Endi nariga odam, o'sha Rossiyadan sizni kuzatib qo'ygan odam xafa bo'ladi. "Biroq yetib oldim" deb qo'ymadi-ya deydi. Ana, agar siz o'sha nariga Rossiyadagi odam bo'lsangiz, kutmang shuni. Agar siz Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, kutmaysiz uni. To'g'rimi? Inson tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukurlik degan narsa bo'ladi. Shunga tayyor turaylik birodarlar. Voqea qissa bir kambag'al kishi qarzga botib ketdi. Ishlari to'xtab qoldi. Boshi qotdi. Nima qilishini bilmasdan shunday bir mushkullar ichida turgan paytda, eski do'stlardan bittasi qo'ng'iroq chalib qoldi. Hol-ahvol so'radi. Bekar ekanligini eshitib turib bu do'stini aytdiki, "Menga bir ishonchli odam kerak. Bir ish bor. Senga ishonaman. Menga ishlamaysanmi?" dedi. Boya kambag'al, "Nima ish qilaman?" dedi. U do'sti aytdiki, "Ofisda o'tirasan kechgacha, senga har kuni 100 ming so'm pul olib kelib berishadi. Seni ishing olib, sanab, tahlab tartibga keltirish va kechki payt men borganimda yarmini menga berish, yarmini o'zingga olib qolish" dedi. Mana shu ish dedi. Zo'ra ko'ndi. Ozgina vaqt o'tdi. Ishini bajaryapti. Keladi ofisga, kechki payt pulni olib kelib beradi. O'tirib tekis qilib tahlab sanaydi, qabul qilib oladi, ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi, yarmini o'ziga oladi. Qarzlar uzilishni boshladi ozgina vaqt o'tgandan keyin. Ishlar oldiga qarab yurdi, puli tabiiy ko'paydi, mashina oldi, uylarini to'rladi, birar yil vaqt o'tdi. Keyin o'yga to'lib qoldi. Siqilib qoldi. Kayfiyatlari yomon bo'lib qoldi. Ayoli buni sezib turib, "Nima bo'lyapti sizga?" dedi. Deganida aytayaptiki, "Hayotim og'ir edi. Mana endi hammasi yaxshi bo'lib ketdi.
Har kuni ishga kelaman, pulni olib sanayman, ikkiga bo'laman, yarmini unga beraman, yarmini o'zim olib qolaman dedi. Xotini, yaxshi-yu ishingiz, buni nimasi yomon? Nimaga qayg'uryapsiz desa, men bitta narsaga hayronman dedi. Men bitta narsaga hayronman. Axir nima uchun pulni yarmini unga berishim kerak? Tabiatida nima bor? Nonko'rlik bor. O'sha 2000 so'mga ishlashlikka rozi edi oshnangiz. Birodar, 2000 so'mga ishlayotdi. Keyin ish yurib, 2000 so'm ko'zga pul bo'lib ko'rinmay qo'ydi. Chunki tabiatda nima bor edi? Nonko'rlik bor edi. Ma'qulmi? Demak, birodarlar, nonko'rlik, noshukrlik insonning zaifligini bir ko'rinishi. Bir inson noshukur, nonko'rmi? Demak, tabiati zaif, tabiati nochor. Ammo oliyjanob insonlar tabiati zaif bo'lmaydi. Oliyjanob insonlar nonko'r bo'lmaydi. Demak, pastkash odam ekanmi bu? Undan xafa bo'lma. Bunaqalar haqida Alloh taolo nima degan? Alloh azza va jalla bunaqa nonko'r odamlar haqida nima degan edi? Astagfirullah. Va idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Qachon inson zotiga biron ziyon musibat yetsa, yotgan holida ham, o'tirib ham, turib ham bizga duo iltijo qiladi. Ishi tushganda duo qiladi Allohga. Allohni eslaydi. Falamma kashafna anhu durruhu, qachoniki biz uni ustidagi zararni ko'tarsak, marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Go'yo hech qachon o'ziga zarar va musibatdan bizga iltijo qilmagandek yuzaga kirib ketur. Kadalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Isrofgarlarga qilgan amallari mana shunday chiroyli qilib ko'rsatib qo'yildi. Kemaga chiqishdi. Ana shu mushrik qavm. Dengiz to'lqinlanib kema cho'kishga yaqin bo'lganda xolis Allohga duo qilishdi. Parvardigor, ey Salomon bizni quruqlikka chiqarsang, senga shukr keltiruvchilardan bo'lamiz. Alloh taolo ularni quruqlikka esalomon chiqargandan keyin xuddi Allohga duo qilmaganda yana mushrik holda ketishaverdi. Jihodda shahid bo'lgan musulmonlar haqida Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob so'radi. Kimlar edi o'ta shahid bo'lgan odamlar? Falonchi, falonchi, falonchilar, yana siz tanimagan, bilmagan kishilar deb javob berildi. Shunda Amir al-Mu'minin ko'zlari yoshlanib turib, lekin Alloh ularni taniydi dedi. Ma'qulmi birodar? Siz qilgan yaxshiligingizni Alloh biladi. Agar odamlardan qaytmasa xafa bo'lmang, chunki insonlarning tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukrlik bor. Bir solih odamning uyiga ikkala ko'zi ko'r bo'lgan tilamchi kelib hojat so'radi. Eng qimmat taomni olib chiqib hali ko'rdi qo'liga berdi. Eng qimmat ovqat. Qattiq non bersa ham bo'laveradi. Shunda bu solih kishining ahli, "Ha bu ko'r odam unga nima berganingizni bilmaydi-yu" deganida, "Lekin Alloh biladi-yu" dedi. Modomiki qilgan yaxshiliklaringizni Alloh bilishiga iymoningiz komil ekan, bas odamlardan mukofotni kutmang. Bir odamga qalam hadya qilsang, keyin shu ahmoq odam seni shu qalam bilan ustingdan yumaloq xat yozsa, xafa bo'lma. Sen bergan shu qalam bilan seni masxara qilib bir she'r yozsa, haji yozsa, xafa bo'lma. Oqsab ketayotgan odamga tayanib yursin, qo'y-po'yini haydasin deb bir tayoq bersang, bir kun kelib shu tayoq bilan boshingni urib yoradigan bo'lsa, bundan hayron bo'lmagin. Chunki innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika la shahid. Chunki inson Robbisiga nonko'r, noshukur va o'zi bunga guvoh. Allohning shuncha son sanoqsiz ne'matlarini ko'rib turib ham Allohga nonko'rlik qilganidan keyin sen qilgan yaxshiligini bilmasa, nimaga xafa bo'lasan? Shu o'rinda